Assalomu alaykum aslovchilar. 2025 9-iyun Sirdaryo Arena. Ulug'bek Populov yo'nalishida har doimgidek. Assalomu alaykum qadrdonlar. Qisqacha ma'lumot berib yorsiz. Aslovchilarni kuzatib boruvchi qadrdonlarim, professional baliqchilar, yangi boshlayotgan aka-ukalar, hammaliga yangi yangi kunlar mana o'sha maskan Ulug'bekka faqat arenaga joylashib oldingiz deb aytishyapti. Endi boshqa joyga borsak, ba'zi bir holatlarda joy bo'lmayapti. Uni sababini ham aytib o'taman. Bo'lmayotganining sababi endi hammaga tegishli emas, ba'zi bir baliqchilarga tegishli. Bitta odam 10 talab, 20 talab qalmoq o'tyapti. Plus qalmoqni har bitta orasida 5 metr, 6 metrgacha o'zim ko'rdim, zazori bor. Endi unaqa bo'lmaylik, iltimos. Yarim metrga ham qalmoq qadasa bo'ladi. 5 ta qalmoq bitta odamga mumkin. Hammasini hisobga olsa, tashqaridan keladigan baliqchi o'quvchilarimizga xafa bo'lib qolishyapti-da. Ulug'bekka shuni ham bir yoriting. Biz boramiz, joy topa olmayapmiz. Hamma joylashib olgan, 20 talab, 30 talab qalmoq qadab tashlagan degan bir ozgina shikoyatlar bo'lyapti. Inobatga olasizlar, aslovchilar, iltimos. Qalmoqlarimiz saqal kamaytiraylik. Bitta odamga 5 ta qalmoq ham bo'ladi. Shuni inobatga olib qo'yasizlar, jon aka-ukalar, iltimos. Men ko'pchilik baliqchilar nomidan chiqolman. Shuni inobatga olaylik, joyi ekonom qilaylik. Tashqaridan keladigan yangi o'quvchilarimizga joylar bir bo'lsin, ular ham tutishga kelishyapti, xarajat qilishyapti, harakat qilishyapti, niyat qilishyapti. Iloyim hammamiz to'g'ri tushunasizlar. Shuni inobatga olasizlar. Rahmat kattagon, yana o'sha kommentdagi tanqidchilarga ham ozgina chiroyligina. To'g'risi men o'zim nomidan gapirmayapman, o'sha yangi boshlayotgan ko'p to'g'ri, shuncha balonni nima qilasiz, yo'lismi degan tanqidchi. Shu negativlar bo'lyapti. Ulug'bekka bir vagon baliq ustoz deyapti. Yo'q. Har kuni kelyapsiz. Qadrdonlar, men baliqni bir 10 tachasini olib ketaman uyga, qolganini qo'yib yuboraman, so'ragan qadrdonlarimga berib yuboraman. Menga bunaqa baliq ko'p kerak emas. O'zimga yetarli darajada ilm o'rganish uchun kelyapman. Aslida ko'p baliq kerak emas, qo'yib yuboryapmiz. Mana videolarni ham unchalik vahma qilib tashamaylar. Vahma qilmaylar. Nafsimiz hammamiz o'zimizga bog'liq. Menga shu ozgina-yu sozgina xumorim bosilib, ilmim oshsa yetarli. Endi yana bitta qisqacha ma'lumot berib o'rasiz. Bugungi daryoning holati bo'yicha suv ko'paydi, kamaydi deyapti. Mana 9-iyun ma'lumot haftani dushanba kuni suv hozir haqiqatan ko'tarildi. Taxminan bir 2 metr, 3 metrga ko'tarilgan. Ozgina suvning rangiga ham ta'sir qildi. Tiniq emas rangi. Oqova ham ozgina kuchaygan. Ya'ni operatorimiz hozir sal olib qo'yadilar. Oqovasi ham ozgina kuchaygan. Mana bu joyda yangi boshlagan o'quvchilar sal qiynalishadi. Boya aytganimdek qalmoqlar chugalashib qolishi ko'p bo'ladi. Xo'p, tayyorgarlik qilib kelamiz deganlar og'irroq gruz bilan kelasizlar. Suvimiz ko'tarilgan, oqova ham sal kuchaygan. Lekin baliq bor. Maza qilib tutib ketsanglar bo'ladi. Mana baraka topsin. Ob-havo ham zo'r bo'lyapti. Ob-havo mana bulutli hozir ob-havo, yomg'ir o'tkazdik. Yengil darajada yomg'ir o'tib ketdi. Zo'r havoga Allohga behisob shukr, havo zo'r. Joningiz sog' bo'lsin. Joy egalariga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Bu hech qanaqa e'tibor bo'lgan ozgina. Hech qanaqa bu paxta so'zlamas. Joyi egalariga kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Shaxsan o'zim ham minnatdorchilik bildirmoqchiman. Nimaga? Tapchanlarimizda mana boshqatdan yengilashibdi. Yengilangan holat, suvga yaqinroq bo'libdi. Xudo xolos chiroqlarni ham qo'yib beramiz deyapti. Har bitta tapchani orqasida qo'l yuvishga maxsus suvni ham qo'yib beramiz deyapti. Yerlarni ham mana tekslashibdi. Zo'r joy bo'lyapti, xudo xolos. Ya'ni ozgina sabr qilsa, bundan ham zo'r bo'ladi. Baraka topsin, joy egalariga ham kattakon rahmat, samimiy addushi minnatdormiz. Yo'llarni asfalt qilib qo'yishdi, yo'llarni ham mana. Uni ham videomizda qo'yib ko'rsatamiz. Sizga ham kattakon rahmat ma'lumot uchun. Tan joningiz sog' bo'lsin. Yana keyingi videolaringizni kutib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.